Assalomu alaykum hammalaringga. Bu videoda marketing programmasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Harakat qilaman tushuntirishga hammalaringga. Xo'p, bu programmamizga kirganingizda tepada menyularimiz bor. Qidiruv bo'limida do'kon nomini yozib qidirasiz. Nomini yozsangiz chiqib keladi do'kon. Qo'shuv bo'limidan bosganingizda qo'shuv belgisiga do'kon qo'shish maydoni chiqadi. Bu yerda yangi do'kon qo'shishingiz mumkin. Yangi do'kon qo'shish uchun nomini yozasiz, manzilli telefon raqami, lokatsiyasini tanlaysiz, saqlashni bosasiz, qo'shiladi. Bu xarita belgisi, bu yerda hamma do'konlaringiz ko'rinib turadi. Qaysi do'koningiz joylashgan. Xo'p, yashil do'konlaringizga 3 kungacha bo'lgan do'kon yashil bo'lib turadi kirganingizga. 3 kundan 5 kungacha sariq bo'lib turadi. 5 kundan nariga qizaradi, do'konlaringizga borishingiz kerak bo'ladi 5 kundan keyin. Shuni belgilangan. Marshrut knopkasini bosganingizda borishingiz kerak bo'lgan do'konlardan tanlaysiz. Xo'p, siz tanlaganingizdan keyin 5-6 tami nechta bo'lsa do'kon tanlab yo'nalish tuzishni bosganingizda bu sizga turgan joyingizdan avtomatik eng yaqin yo'nalishni tuzib beradi o'zi. Marshrut qilib, o'sha yerdan ishni boshlab ancha yo'lda ekonom qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi. Xo'p, bu yerda mana mahsulotlar joylashgan bo'ladi. Bu yerdan yangi mahsulot qo'shishingiz mumkin. Mahsulot rasmini tanlaysiz, mahsulot nomini yozasiz, sotish narxini yozasiz, nech pul beryapsiz, sotyapsiz. Sizga kelgan narxni, tan narxini yozib qo'yasiz, saqlashni bosasiz. Bo'ldi, shu bilan mahsulot qo'shiladi. Undan keyingi bo'limimiz statistika bo'limi. Bu yerda sizdan qarzi bor do'konlar ro'yxati turadi. Qarziga qarab, eng qarzi ko'plar tepada ko'rinaveradi. Keyingisi tashriflar. Bu yerda siz borgan kun, mana bugun ishga chiqilmagan yo'q. Mana kecha borilgan do'konlarga kirsangiz hammasi chiqadi. Qaysi do'konlarga bordingiz? Mahsulotlar bu yerda qaysi mahsulotdan qancha sotdingiz? Eng ko'p sotilgan mahsulot tepaga chiqadi avtomatik. Savdo summasi ham shunaqangi mana. Nech pul savdo qildingiz, nech pul foyda qildingiz, nech pullik tan narxi mahsulotingizni. Haftalik, oylik hammasini hisoblab chiqaverasiz bemalol. Do'konlar reytingida sizdan qaysi do'kon qancha olgani, eng ko'p narsa olgan do'konlar haftalik, oylik, kunlik hammasi bor, yozilgan bo'ladi. Asosiy funksiyalari shular. Keyin yana bir narsasi buni, hop, qarzdorlik bor do'konga SMS jo'natish avtomatik. Qarzi bor do'konga qarzdorlikni yozganingizda SMS jo'natish funksiyasi bor. Mana. SMS yuborishni bosasiz, avtomatik to'ldiradi, siz jo'natib yuborasiz. Bo'ldi, shu. Bir ishlatib ko'rishlarini tavsiya qilamiz hammalaringga.